Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun sizlar bilan ayn harfiga ham yetib keldik. Sizlar bilan birga Ibrohim Muhiddin. Ayn harfimiz arab tilidagi eng qiziqarli harf hisoblanadi. Shuning uchun ham uni talaffuzda barcha inson qiynaladi. Ayn harfining bosh ko'rinishini har doimdek kesib olamiz va bosh ko'rinishini yozamiz. Mana ko'rdingiz, bosh ko'rinishi kesildi va yozildi. O'rta ko'rinishi shu tarzda, lekin dumaloq emas. Diqqatga oling. Ayn ko'rinishi o'rtada uchburchak tarzda mavjud bo'ladi va oxirgisi o'zimizning qoidamiz o'zining asli ko'rinishiga qaytadi. Agar harf ulanadigan bo'lsa, mana bu tarzda bo'ladi. Agar harf ulanmaydigan bo'lsa, o'zining asli ko'rinishiga qaytib olishligi mumkin. Mana. Agar alif bilan ayn keladigan bo'lsa, misol uchun tarzda talaffuzga birozdan keyin qaytamiz yoki boshqa harf bilan ya tarzda bo'ladigan bo'lsa, unda ulanadi. Ko'rib oldingiz, bosh ko'rinishi, o'rta ko'rinishi keldi, oxir ko'rinishi yana xuddi shundoq. Xuddiki h harfimizning qo'l bergan shakli. Hni oldin o'tganmiz, shunga qo'l bergan shaklda o'rganamiz. Davom etamiz. Ayn harfi talaffuziy jihatdan mana bu tomoq qismimizning eng yuqoriroq, ozgina yuqoriroq qafasidan chiqadi. Qisqa qilib aytganda, tushunarliroq qilib aytganda to'g'rirog'i, tomog'imizning ichidan suv o'tadigan qismi bor. To'g'rimi? Unda havo bo'shliq, mana bu va bu tarzda. Bu bo'shliqdan agar kengroq ochiladigan bo'lsa, a, i, u tarzda chiqadi. Lekin u ozgina toraydigan bo'lsa, ir, or tarzda tebranib g'ga yaqinroq holatda chiqadi. Uni mashqlarni darsning oxirida o'rgatib qo'yaman. Hozirda so'zimizga qaytamiz. Ayn harfimizdan oldingi bo'lgan harflarni tezda yozib olamiz. Ana, yetib ham keldik. Ayn harfiga ko'rib turganingizdek, ayn harfiga ham yetib keldik. Buni kichkina qilib qo'yamiz. Endi bu harflardan bemalol nafaqat so'z, jumla ham tuzsak bo'ladi. Boshladik. Misol uchun aro'a, aro'a yoki zama'a, zama'a yoki mana'a, mana'a. Ayn harfini talaffuzini ko'rib chiqdik. Ana endi uning yozuvlarini ko'rib chiqamiz. Tezgina ana endi ayn harfiga ham yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, ayn harfini o'zini o'rganib chiqamiz endi. So'zlarda alif, aba'a yoki bata'a yoki roza'a tarzda bo'ladi. Qarang, agar qo'l beriladigan bo'lsa, bu ko'rinishlarda, qo'l berilmaydigan bo'lsa esa alohida bo'lgan ko'rinishlarda yozilmoqda. Endi o'rtada ja'ara, ta'adha. Talaffuz oson bo'lishligi uchun hammasini a ko'rinishlarda bermoqdaman. Yoki xuddi shu tarzda, yana o'rta ko'rinishi ro, a, to bo'lsin. Ro, a, to, mana ko'rib turganingizdek, hech qandoq qo'l berishlik yo'q. Davom etamiz. Endi bosh ko'rinishini oladigan bo'lsak, abaro bo'lishligi mumkin yoki ato bo'lishligi mumkin. Ato kalimasi bo'lishi mumkin yoki boshqa ko'rinishlarda ko'rib olishingiz mumkin. Asosiy bo'lgan qaraydigan narsangiz, mana bularni ham bir chekkalik qo'yib qo'ysak, asosiy bo'ladigan qaraydigan narsamiz ayn harfi bosh ko'rinishda mana bundoq, o'rta ko'rinishda bir so'zga ulanib ketishligi, oxirgi ko'rinishda esa o'zining asli ko'rinishi bilan ega bo'lishligi. Agar so'z qo'l beradigan bo'lsa, mana bu tarzga aylanib qoladi.
Qo'l bermaydigan bo'lsa, o'zini asli ko'rinishini yozib olamiz. Ana endi sizlar bilan birgalikda ayn talaffuzdagi mashqlar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda ayn harfi alif kabi a, i, u tarzda talaffuz qilinadi. Ya'ni a, i, u tarzda talaffuz qilinadi. Birozdan keyin mashqini o'rgataman. Shu holatdagi, bu hozir endi bizga kerak emas, tushunolinglar buni. Birinchi navbatda uyda har kunlik bir oy davomida yoki bir haftada ham kifoya qilishligi mumkin kimdirlarga. Birinchi navbatda ayn harfini o'zini talaffuz qilasizlar. Ayn harfi alif kabi xizmatdagi harf hisoblanadi. Ya'ni mana talaffuz qilinsin, ismim etilmasin deydi. Ya'ni xizmatim ko'rinsin, o'zim esa ko'rinmaydi deydi. Ayn harfini o'zini ayn deb oddiydan boshlaysizlar. Ayn deb tomoqqacha olib chiqib borasizlar va bu 100 donagina bo'ladi xolos. Bu taxminan sizlar 2 minutda yetib borasizlar. Ya'ni bitta ovqat qilasizlar, osh qilasizlar, osh qilish jarayoningizda qozonni qizdirib, keyin piyoz so'sizlar. Xuddi shunda tomoni ham qizdirib bo'lgandan keyin masallig'i solishni boshlaymiz. Ayn harfi 100 ga chiqdi, to'g'rimi? 100 ga chiqqandan keyin buni kunlikka 10 tadan 100 tagacha ko'paytirishingiz mumkin. Ya'ni 1000 tadan 10 mingtagacha aytishingiz mumkin bo'ladi. Bunda qanday qilasizlar? Ayn dovshi chiqazgan holatda, yo'lda yurgan holatda, mashinada ketayotganingizda holatda ahamiyatsiz. Ayn harfini faqat talaffuz qilib yurasizlar. Bu jarayonda u har bitta 100 talikda nimaga 100 deb birdaniga bunga o'tmadim. 100 talikdan keyin so'zlarni ilm, alim, Umar kabi istagan so'zni eshitishingiz mumkin. Hattoki akmal so'zini ham akmal, abror so'zini ham abror yoki boshqa so'zlarni aytishingiz mumkin. Ibrohim so'zini ham Ibrohim deyishingiz mumkin. Bu sizlarni talaffuzni moslashtirib olguningizgacha. Ikkinchi holat. Ikkinchi holatda bularni qilib oldinglar. 100 tani yoki 1000 tani qilib oldinglar. Kunlik vazifani qilib oldinglar. Undan keyin o'zingizlar yozgan, biroz oldin yozganga o'xshagan bir o'zingizlarga 40 tacha so'z yozib olinglar. Ma'no bo'lishligi shart emas, istagan o'tilgan harflarimizdan iborat. Misol uchun o'tgan harflarimizdan deylik, to, zo, a bo'lsin. To, zo, a tarzda. To, zo, a. Sal yozuvim ketib qoldi. Sizlarga chiroyliroq bo'lishligi uchun uni to'g'rilab bera qolaman. Alifdan boshlayman. R, ear, or tarzda. Bunda aynda bayina xislati bor. Sukunli bo'lganda ichkarigacha, tomog'igacha havoni olib kiraverasizlar. R, a, e, o deb to'xtamaysizlar alifga o'xshab. R, ear, or tarzda bemalol havoni ichkariga olib kiraverasizlar. Bundan tashqari xohlagan so'zlarni yozishingiz mumkin. Aroba so'zini yoza olasizlar bemalol. Aroba yozasizlar. Aroba. Yoki irob so'zini ham yoza olasizlar. Irob deb yozsanglar bo'laveradi. Ayn bilan talaffuz qilinglar. Nimaiki bor bo'lsa, shu bir hafta davomiylarni yoki 10 kun davomiylarni ayn bilan talaffuz qilinglar. Inshaalloh bemalol tarzda aynni talaffuz qilish sizlarga oson bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang. Salomat bo'ling. Siz bilan birga Ibrohim Muhiddin bo'ldi.